Hammaga xayrli kech. Charchab kelib, men qizlar uxlab qolmoqqa yaqinda turdim. Eng qizig'i qornim umuman ochmabdi hamda. Bo'lmasam samolyotda suv ichdimda, kokteylimni ichib oldim. Biz ko'p qizlar e'tibor berishibdi. Istanbulda ham polniy olib yurdim, ichib yurdim. Mashina ichuvdim, qornimni qaranglar, ro'za tutmadim, lekin tutolmadim. Mana ertadan boshlayman, xudo xolisa. Qornim shunaqa to'q turgan, umuman bilmadim-da. Keyin anam uyg'otyapti, "Tur, bu narsa yemaysan, deyaptilar, qornim to'q mani." Shunaqa mana shu kokteyl kuch beradi, energiya beradi. Qorninglarni xuddi ovqat yeganda, даже undan ham ko'proq to'ydirib qo'yadi. Birinchi o'rinda qizlar sog'lig'ingiz uchun mana shu mahsulotlar nima bersa, shu kokteyl ichida hammasi bor. Buni sizlar har kuni yonaysizlar bu mahsulotlarni. Kokteyl ichida, lekin ichsanglar hammasi bor, organizmingizlar vitaminlarga to'yiladi qizlar. Ozish emas, sog'lig'ingiz uchun ham ichib yursanglar zo'r deb, mana yurakni, mana boshqa organlarni yog' bosib qoladi, jigarlarni to'g'rimi, profilaktika ham ichsanglar, rosa zo'r yordam beradi. Просто mana hozir og'ir narsalar yemasdan shuni ichib yursanglar, yengil yurasizlar, ichinglar tozalanadi.